Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Xo'p, hozirda bir ajoyib voqea bo'ldi, sizlarga aytib beraman. Andijondan Toshkentga ketayotgan joyimda Perevalga kirishda birinchi navesdan pastroqda o'ng qo'lda metan zapravkani oldida bir insonni deb bir insonga ko'niga ozor berib qo'ydim. Ya'ni ranjitib qo'ydim. Perevalni ichiga kirdim. Perevalni ichiga kirib, ajoyib ko'ngildan narsalar o'tdi, to'g'risi. Hech narsa sig'madi. Qilgan aybimdan pushaymon bo'lib, rosa o'zimdan nafratlandim. Akamizni kutib o'tirdim. Где-то bir yarim soat, 20 minut ichida orqamdan yetib keldi. Akamizni to'xtatdim. Aka, hozirgi qilgan ishimdan pushaymondaman. Meni Alloh uchun kechiring, aka. Kechirmasangiz oldingizdan ketmayman deb turib oldim. Akamiz kechirdim uka, Alloh uchun. Buyurdi, men ham qandaydir xursand bo'lib ketdim. Demoqchi bo'lganim, aql kelganda, aytadi-ku, jahl chiqqanda aql ketadi degani bejizga emas ekan. Jahl chiqqanda ozgina o'zimizni jahlimizni jilovlab tursak, o'zimizga Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana endi Xudo xolasa endi kayfiyatim ochildi. Yo'limda davom etaman Xudo xolasa. Kim aytdi gaz yo'q deb? Mana boragan u gaz. Mana quyapmiz. Boragan u gaz. Ama benzinda yursangiz, ama bilinib ketar ekanmi? Gazimiz yaxshi ekan. Xursand bo'lib ketyapmiz ama.